Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi navyasimizni Namangan viloyati Mayman tumaniga o'rnatyapmiz. Xonadonga chiroyli qilib o'rnatib oldik. Bu navyasimizni qisqacha ma'lumotlarni bersak, eniga 6,5 metr, uzunasi esa 25 metrga tayyor bo'ldi. Stoykalari ishlatilgan materiallarimiz 8x4 profilda 1.7ligidan, ichidagi lazerlar listlarimiz 2 listlardan tayyor bo'lgan. Bunday holatda chiqdi. Xudo xolasa egalarining yaxshi kunlariga xizmat qilsin. Teradagi firmalarimiz 4x4 dan bo'lgan. 4x4 profillardan 1.7lik stenkada. Teradagi 3x2 profillarimiz, chashbaklarimiz 1.3lik, 1.5lik stenada ishlatilgan profillardan bo'ldi. Bunga ishlatilgan teradagi oppoq faneramiz mana bunday faneradan ko'rishlaringiz mumkin. Bundan tashqari ustida folga bor va 0.4lik listlardan yopib berdik. Bu navyasimizni 1 metr kvadratini xuddi shu joyga olib kelib o'rnatishimiz hamma yoq rasxodlari bilan hamma yoq ichida 400 ming so'mdan bo'ldi. Agarda shu 400 ming so'mdan vodiy bo'ylab qilib beramiz, undan tashqari voha taraflarga Toshkentgacha shu pul ichida dastavkalari bilan bo'ladi. Voha taraflarga dastavkalari qo'shilib qoladi. Kimga shunaqa navyaslar kerak bo'lsa, ekran nomeriga aloqa qilib, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.